Assalomu alaykum, hurmatli Olto'g'il farzandlari, Olto'g'il eli. Mana Opim budjetdan birinchi o'rinlarda olib, nasib bo'lsa mana hammamiz xursand bo'lib turibmiz. Mana shu yerda yelib yugurgan yigitlar, katta kichik hammalaringizga muborak bo'lsin mana shu loyiha. G'alabalar muborak bo'lsin hammalaringizga. Hammalaringizga kattakon rahmat. Hammalaringizga minnatdorchilik bildiramiz. Yelib yugurganlar, charchamangizlar. Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Nasib bo'lsa, bundan ham buyuk ishlarni amalga oshiramiz nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Birlashsak hamma. Birlikda gap ko'p, birodarlar. Shuning uchun aka bo'lib bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak nasib bo'lsa, hamma Olto'g'il eli obod bo'ladi nasib bo'lsa. Hammalaringizga rahmat, muvaffaqiyat tilayman. Oilalaringizga baxt, saodat bersin nasib bo'lsa. Farzandlaringizning baxtini kamol ko'rib yuringizlar. Mana kattalar, kichiklar, ota-onalaringning baxtini kamol ko'rib nasib bo'lsa, ota-onalaringga rahmatlar olib kelinglar. Elimizga, yurtimizga bir yetuk insonlar bo'lib yetishinglar nasib bo'lsa. Hammalaringizga rahmat, muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Lekin mana hurmatli hamqishloqlar, mana bugun Open Budget loyihasini yakuniy kuni oxirgi 20-mart soat 12 dan o'tdi. Bizning yigitlarimiz mana shu shonli yo'lda ikkita loyihani yutib oldi. Birinchisini birinchi o'rinda, ikkinchi loyihani 9-o'rinda yakunlashdi. Mana biz 3 milliard pul yutib oldik. Nasib bo'lsa, biz katta yo'lda oxirigacha uladik degan gap. Ha. Mana niyatimizga yetdik. Yoshlar, yigitlar, mana sizlarga katta rahmat. Bir jon, bir tan bo'lib mana shuning uchun kurashdinglar, gap yo'q. Sizlarni boshqarib turgan men kattalarga ham katta rahmat. Hammangiz sog' salomat bo'lingizlar. Nasib bo'lsa kelajakdagi boshqa buyuk ishlarni qilishda ham qo'lga berib, bir jon bo'lib harakat qilsak, bizni Olto'g'il yigitlarni hech kim yengolmaydi. Sizlar 2 soat ovoz berganlaringda dunyo titrab ketadi, bilasizlarmi? Hamma to'xtab qoladi. Shuni bilsanglar, doim birga bo'linglar. Doim birga harakat qilish kerak. Kuch biz tomonda, omad biz tomonda bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yana kelasi buyuk ishlarga ham shunday harakat qilaylik. Hammaga katta rahmat. Xayrli kech deymiz. Mana ustozlarimiz, mulla bog'lar mana qisqa gapirdi hammasi. Uncha cho'zmoqchi emasman, bitta narsa. Shu elimizda hozir aytgandek, kimdir birov yaxshilikka yetakladimi, bir qadam tashladimi, uni orqasidan biza qadam tashlasak hech kim yengolmaydi bizani. Agar kimdir birov harakat qilyaptimi, yaxshi niyat qilib, amal qilib, o'shanga hech bo'lmasa tilimiz, amalimiz, qo'limiz, pulimiz hech bo'lmasa niyatimiz bilan yordam qilsak ham, ana shu inson hech qachon orqaga to'ymaydi. Shu esdan chiqmasligi. Faqat yaxshi narsa, yaxshi niyat uchun. Odamning niyati ikki xil bo'lishi mumkin, yomon niyat ham bo'lishi mumkin. Avvalo hech kimda yomon niyat bo'lmasin. Hammani tabriklaymiz. Bu hozir o'zi mana oxirgi 5 yil vaqt mobaynida qishloqimizda, atrofdagi qishloqlarimiz ham yaxshi Olto'g'il yigitlari zabardast, barakat deb havas qilib kelyapti. Bugun mana kerak bo'lsa 10 karra guvoh bo'ldi yana mana shu narsaga. Buni yo'qotib qo'ymaylik bir joyda. Agar to'g'ri hammamiz ko'cha-ko'yda ko'rganda bir-birimizni tortishib qolishimiz mumkin, aytishib qolishimiz mumkin, lekin o'zimiz ichimizdagi muammo bo'lsin. Bu yerda bitta tashqariga chiqqan albatta bitta bo'lishimiz kerak. Mana natijasini ko'ryapmizki, kechaga agar 15-16-kunlar bir qadam orqaga qaytganimizda, bugun mayli olardik bitta loyihani. Lekin yana 1-2 yil sarsongarchilik bo'ladi. Shuning uchun mana hamma qo'llab-quvvatladi. Bugun mana ayollarimizdan 1 millionga yaqin pul berdi bugun. 800 ming so'm, u ham hazil emas. Shundan keyin birdan 6 ga chiqib ketgan bo'lsa chiqolmas endi. 9 edi rostdan. Hammaga rahmat. Mana boshqa shu kuni tun ertalab soat 4 dan kechki 12 gacha yurgan hamma, katta kichik, o'g'il, qiz, ota-ona hammaga rahmat aytamiz. Muvaffaqiyat bilan tabriklaymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Bayroqni ko'taring, yetsin bulutga. G'oliblik yarashar har bir yigitga, cho'qqida turibsiz o'xshab burgutga. Bir yoqadan bosh chiqarib yugurgan sherlar, g'alaba muborak ey mard o'g'lon. Bilaman qalbingizda urmoqda tug'yon, g'alaba nashidasi ko'tarib so'ron. Sizlar bitta kuchsiz, bittadir iymon,
g'oliblik supasiga chiqqan polvonlar g'alaba muborak ey mard o'g'lonlar. Raqiblar qolishdi yig'olmay ovoz. Oltig'ul deganda qilishib havas, sizlarga yarashar qiling keng parvoz. Oltig'ul sha'nini baland tutganlar g'alaba muborak ey mard o'g'lonlar. Birinchi loyihani urib marraga, ikkinchi loyihaga chiqdi safarga. Yorug' yuz bilan yetdi qarang saharga, ro'za-yu Ramazonda bo'lgan shovvozlar g'alaba muborak ey mard o'g'lonlar. Kimligingizni mana ko'rsatib yaqqol qoldirmadingiz sizga berishga savol. Atrof kuzatadi qarang hayron lol, ikki marrani naqd urgan polvonlar g'alaba muborak ey aziz o'g'lonlar. Ota-yu onaxonlar qilishib duo, tepangizda yorlaqab turdilar xudo. Allohim g'oliblikni ko'rdilar ravo, qaddi baland, qadri osmon o'g'lonlar. G'alaba muborak ey qishloqdoshlar. Ortda qoldi mana hadikli kunlar, yurak tinch osuda o'tadi tunlar. Ilhom berar menga bu yorug' kunlar, opim bo'jit deya yugurgan she'rlar g'alaba muborak ey mard o'g'lonlar. Hamma qilgan mehnatlarimizni Alloh ajr savobini bersin. Hammaga katta rahmat. O'tirgan, kiymaganlar, qatnashmaganlar hammasiga katta rahmat. Alloh majlisda rahmat. Rahmat.